Tarjimon bo'lishni orzu qilgan, bedavo kasallikdan aziyat chekadigan hamda turk aktyorga ko'ngil qo'ygan Yulduz Rajabova kliplardagi ishtiroki bilan tomoshabinlar nazariga tushgan mahoratli aktrisa Yulduz Rajabova. Ushbu sana munosabat bilan aktrisaning hayoti va ijod yo'liga nazar tashlaymiz. Yulduz Rajabova 1989-yilning 23-dekabrda Navoiy shahrida tug'ilgan. Uning onasi uy bekasi, otasi esa jurnalist bo'lib, aktrisaning bir akasi bor. Yulduz bolaligida san'atga qiziqishi bois Navoiy shahridagi Farhod nomli madaniyat saroyidagi raqs to'garagiga qatnashgan. O'rta maktabni tamomlagach, tarjimon bo'lish niyatida chet tillarini o'rganishni boshlagan, lekin bu sohada ishlamagan. Keyinchalik O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida tahsil olgan. Yulduz o'z ijodiy faoliyatini shu oliygoh qoshidagi teatrda boshlagan. Keyinchalik video kliplardagi ishtiroki bilan tanila boshlagan. Aktrisa 2013-yilda Said Muxtorovning Xazon nomli qisqa metrajli filmida ilk bor suratga tushdi. U faoliyati davomida bugungacha Turist, Sotqin, Yuragimda san, Oyqiz yerdagi Maqsad, Skorpion, Yolg'on girdobi kabi filmlar va Mendirman Jaloliddin nomli serialda suratga tushdi. Yulduz ayni damda Diydor teatr studiyasida faoliyat yuritadi. Aktrisa Oskar mukofotiga tavsiya etilgan Faridaning 2000 qo'shig'i filmida ham bosh rolni ijro etgan. Yulduz Rajabovaning yaxshi qo'shiq ayta olishini ko'pchilik muxlislari biladi. Aktrisa bundan bir necha yil avval Maksim Fadeyevning Oynalardagi raqslar qo'shig'ini ijro etib, Instagramdagi sahifasiga joylashtirgan hamda muxlislarning tahsiniga sazovor bo'lgandi. Xonanda intervyulardan birida rep kuylashga qiziqishini aytib o'tgan. Rep yo'nalishidagi qo'shiqni aytishga qiziqaman. Bolalikdan qo'shiqchilikka ishtiyoqim baland bo'lgan, lekin aynan sof rep yo'nalishida qo'shiq aytishni orzu qilaman. Aktrisa intervyulardan birida bolaligida onasi bilan bo'lgan ayanchli voqea haqida so'zlab bergan. Onam bozorda kitob sotardi. Men ham maktabdan so'ng onamning yoniga borib unga yordam berardim. Kitoblarni birgalikda sotardik. Bir kun bozorga tekshiruvchilar keldi. Bizda ruxsatnoma bor edi, biroq uning amal qilish muddati biroz o'tgandi. Toshkentdan kelgan tekshiruvchilar qo'limizda nima bo'lsa hammasini tortib olishdi. Kitob, daftar, qalam, ruchka hammasidan ayrildik. O'sha kuni onamning yuz ifodasini nimalar his etganini juda yaxshi xotirlayman. Bir farzand o'laroq onangga yordam bera olmaslik juda ham og'ir. Bu kun hech qachon esimdan chiqmaydi. Biz u insonlarga yalindik, yolvordik, ammo afsuski hech qanday natija bo'lmadi. Undan so'ng oyoqqa qalqish juda qiyin bo'ldi. Onam katta qarz ko'tarib ishini nog'dan boshladi. Qarzlarni sekin-asta uzib, oyoqqa turdik, deya xotirlaydi Yulduz Rajabova. Yaqinda yaxshi bir uy oldim. Onam o'tgan yaxshi-yomon kunlarimiz uchun, aynan ushbu taqdir yo'lni yashab o'tganimiz uchun shukr dedilar, deydi aktrisa. Mendirman Jaloliddin seriali haqida boshidan salbiy izoh berila boshlandi. Fikrlar faqat salbiy bo'ldi. Men Ozodbek akaning fikrlarini tushundim. Bu serial faqat biz uchun emas, tariximizni chet elga sotish uchun bizdagi jahon standartlariga mos bo'lgan aktyor, aktrisalarni ko'rsatish, jahon standartlariga mos bo'lgan loyiha yaratish uchun qilindi. Bir haftada serialning bitta qismi namoyish etildi. Boshqa mamlakatlarda ham seriallarning bitta qismi haftada bir marta chiqadi. Biz ham butun dunyoga moslab shu narsani qo'llab ko'rdik. Kunlik serial olish juda ham qiyin. Turkiyada, Qozog'istonda yoki boshqa mamlakatlarda seriallarning bir qismi haftada bir marotaba berib boriladi. Bir haftada birinchi, ikkinchi haftada ikkinchi va uchinchi haftada uchinchi qismini taqdim etishadi. Sifat ham shunga yarasha bo'ladi. Bir kunda 35 ta epizod suratga olinsa, serial sifatsiz bo'lib qoladi. Serialni tomosha qilish yoki qilmaslik har kimning o'z fikri. Biz unga jonimizni berib ishladik. Yaxshi narsa chiqdi. Juda ham katta mehnat bor bo'lgan loyiha bo'ldi. Serialda juda katta muhabbat bor. Yulduz Rajabova Mendirman Jaloliddin serialining suratga olish jarayonlarida turk aktyori Emre Kvilchin bilan tanishdi. Emre serialda Jaloliddinni, Yulduz esa Jaloliddinning sevgilisi Qutlubekani ijro etdi. Bora-bora aktyorlarning ekrandagi sevgisi hayotga ham ko'chdi. Yulduz va Emrening bir-biriga befarq emasligi Mendirman Jaloliddinning Toshkentdagi taqdimotida sezildi. Oradan biroz vaqt o'tgach, Emre Instagram sahifasi orqali Yulduzni tug'ilgan kuni bilan tabrikladi hamda tug'ilgan kuning bilan sevgilim deb yozdi. Shundan so'ng Yulduz va Emre o'rtasidagi muhabbat muxlislarga oshkor bo'ldi. Ular bir necha bor chet el sayohatlarida ham birgalikda ko'rinish berdi.
Oradan 2 yil o'tib Emri Kvilchim Vido maktubi deb nomlangan serialda suratga tushdi. Shundan so'ng Emrining serialdagi partnyori Robiya Soyturkka ko'ngil qo'ygani haqida mish-mishlar tarqaldi. Biroq Emri jurnalist Jasur Hamroyevga bergan intervyusida yulduzga bo'lgan hislari haqiqiy ekanligini ta'kidladi. Yulduz bilan hali ham gaplashamiz, ko'rishib turamiz. Munosabatlarimiz hammasi yaxshi. Sevgimiz bitmas, u mozorga qadar. Yulduzni hali ham yuragimdan sevaman, dedi Emri. Yulduz intervyulardan birida bir necha yildan buyon bosh og'riqlaridan aziyat chekish haqida gapirgan. Juda ko'p yillardan beri meni bosh og'riqlar qiynab keladi, lekin bu migren bilan bog'liq. Ayni shu kasalligi bor insonlar meni yaxshi tushunadi. Bu bosh og'riq bilan hech narsa qila olmaysiz. Ba'zida shunday og'riydi, hech qanday dori yordam bermaydi. Migrenni davolash qiyin. Men bir nechta shifokorlar bilan maslahatlashib, bu tuzaladigan kasallik emas degan fikrga keldim. Uni qanaqadir usullar bilan og'riqni kamaytirish mumkin yoki har 6 oyda ukolni olish mumkin. Hozirda shulardan foydalanyapman, deydi aktrisa. Birinchi navbatda inson shaxsiy hayot haqida gapirishga tayyor bo'lishi kerak. Inson shaxsiy hayot haqidagi yangi hayotga qadam qo'yayotganda o'ziga ishonch hosil qilgandan keyin aytishi kerak deb o'ylayman. Hayotdagi tanlovlar borasida o'zim ishongan 3-4 kishidan maslahat olaman. Bir vaqtlar atrofimda do'stlarim bor edi, ammo vaqt o'tib bitta o'zim qolib ketgan paytlar ham bo'ldi. Bu borada hech kimni aybdor qilmoqchi emasman, lekin Alloh sinov berganda oldimizda kim qolishini va qolmasligini ko'rsatib beradi. Hech qachon do'stsiz bir o'zim qolib ketaman deb o'ylamaganman. Yaxshi ham shunaqa bo'ldi. Shundan keyin o'zimni eshitishni boshladim. Kliplardagi rollarimni har bir inson uchun foydali deya olmayman, lekin doim o'zimga, energiyamga yaqin narsa bo'lishini xohlaganman va shunaqa loyihalarda chiqishga harakat qilganman. Serial tufayli Turkiyaga ketdim. Shuning uchun o'zim ishlaydigan Didor teatrida spektakllarga qatnasha olmadim. Endi O'zbekistonga keldim. Teatrimizda spektakllar bo'lib o'tishi rejalashtirilmoqda. Teatrni juda sog'inganman. Yulduz Rajabova 2021-yilda Xalqaro xotin-qizlar kuni arafasida prezident farmoni bilan Shuhrat medali bilan taqdirlandi. Aktrisa davlat rahbari bilan uchrashuv haqida intervyulardan birida katta hayajon bilan so'zlab bergan. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan marosimda davlatimiz rahbari o'sha tadbirda qatnashgan barcha ayollarni tabriklab, birma-bir so'rashib chiqdi. Ularning bunday oliyjanobligini ko'rib, ayrim ayollar xursandligidan yig'lab ham yubordi. Prezidentimizning marosimdagi xotin-qizlar bilan so'rashishlarini sira kutmagandim. Men bilan so'rashayotgan vaqtda kino zo'r chiqdi, ijodni susaytirmang deya aytgan e'tirofi juda hayajonlantirdi va o'zimga nisbatan ishonchni kuchaytirdi. Shuningdek, bunday e'tibor o'z ustimda yanada qattiq ishlashimga bir turtki bo'ldi. Mas'uliyatni oshirdi, degan Yulduz.